Assalomu alaykum, sizlar bilan hurmatlilar. Bugun 21-mart, juma. Inshaalloh juma namozini o'qib chiqdik. Soat bizda уже 2 bo'ldi. Sekin mashinani tayyorlab, mo'yka qilib, zapravka qilib, inshaalloh bugungi juma kunlik smenimizni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Qiziqarli bo'ladi. Aktivniy sakazlarimiz ham yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. O'tgan safargi haftalarda juda ham susayib ketdi ishlar. Yeli выкрутиться qilib yuribmiz. Bu safar juma kunimiz как обычный, празднично, zo'r koeffitsiyentlar bilan zakazlarga boy bo'ladi degan umiddamiz. Inshaalloh sizlar bilan bo'lishib, chiroyli va yarqin momentlarni sizlarga ko'rsatamiz videoda. Hozir esa ketdik, mo'yka qilamiz mashinani, zapravka qilamiz, mashinani tayyorlab turib sekin ishga otlanamiz. Bundan oldingi videoda razblokirovka akkaunt qilganimizdan keyin ko'pchilik savol beryapti, qanday qilsa bo'ladi, bizga ham yordam bering deb meni o'zimning lishniy nomerimga telefon qilishyapti. Bu yerda hozir mana telefon nomerlar qoldiraman. Bu o'zimning parkim, Sirius parki. Telefon qilsanglar razblokirovka, подключение, KISART, INN, SNILS, путевой лист, shunga o'xshagan barcha dokumentlar taksiga kerakli va arendaga mashinalar ham bor. Telefon qilsanglar bemalol bolalar javob beradi. Problemalar bo'lsa, razblokirovka yoki attestatsiya shunga o'xshagan hamma taksiga kerakli bo'lgan dokumentlarni hammasini inshaalloh qilamiz. Razblokirovkani ham o'zining har xil stepinlari bor. Ochilmaydigani ham bor, ochiladigani ham bor. Telefon qilinglar, WhatsAppga dokumentlar tashlasanglar ko'rib chiqiladi. Undan keyin ochilish iloji bo'lsa, biz albatta ochishga yordam beramiz. Faqat именно shu yerda qolgan nomerga telefon qilinglar. Park protsent atiga 2%, vывод средств моментально. Undan tashqari har oy har xil sovrinlar bilan voditellarimizni xursand qilib turishga harakat qilyapmiz inshaalloh. Biz bilan birgalikda ishlanglar. Birgalikda chiroyli natijalarga erishishga harakat qilamiz. Итак, mo'ykalarni qilib, mashinani chiki-puki qilib ishga tayyor qilib oldik inshaalloh. Полный bak. Soat уже bizda 5 ta kam 3 bo'lib ketdi. Bir qator endi o'zimizga ham qarab olsak, yengil. Ishga tayyor bo'lsak, ishni boshlaymiz. Qani bitta hop. Bunisi boshqa gap. Mana endi точно ishga tayyormiz. Sekingina ishkilatni qo'ndirib, ishni boshlaymiz inshaalloh. О, кто Момпося? Я Момпося. O'zini uказывать qo'yibdi. O'xshab ketsa, походу o'xshayaptiki shunaqa narsaga, что dashni birga yuramiz deb qolsa, bo'lib ketardik. Iftor paytida nima bo'lmasanglar, arosat bo'lib qolmasanglar. Mana restoranni bilasizlarmi? Kim biladi? Tak жирный moskovskiy restoranlardan biri. Жирный klient ilashtirib olsak, ishimiz yurishib ketdi bu. Nima deb o'ylaysizlar? Video syomka ekan, короче. Klippa video olaylik. Ajdaniyaz beramiz, dalish ketaverasiz deyapti. Hozir chiroyli kelib, eshikni ochib berib qo'ying deyapti videoga. Ammo tanimadim kimligini. Qancha berar ekan. Tak, qizg'in ketyapti syomka. Restorandan chiqib, mashinaga o'tirganini videoga olish kerak ekan. Hozir yana bitta kadr. Уже boshqa kiyimda deyapti. Hozir iloji boricha telefonni qo'yib qo'yishga harakat qilaman.
Понял. У вас там косяк. Не могу. O seni iyice affetsene. У меня тут синяк. А это не видно. Я говорю, надо еще раз в эту сетку, не надо рукой ее трогать, потому что тогда шататься начинаешь. Ну, короче, ничего не трогать. Нет, потрогала, ну как, либо дверь, либо сетку, да, но просто сесть, то есть без, ну. Хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Ну чё? Ну да, Ну какая-то хуйня. Нет, ты сейчас просто... Да ты что, охуел, блядь, сука? Ой, блядь. Давай только посадку. Чем девушки носят короткие юбки. Когда холодно, они в колготки ходят, а когда тепло, они там жарко не было, там воздух был красивый, воздух, не воняли, вот. Когда вот мальчики сидят, не воняли, вот. Чё? Спина прямая, ребят. Да. Вот врете, поди. Ладно. Ой, знаете, как будет прикольно, еще бэкстейдж какой-нибудь, знаете? Palaga ziqnalar ekan. 3400 bo'ldi. 5 berib turib, sdach kutib o'tiribdi. Nimaga pantareskalar. Bo'lib ketsam, pulini berdi, bo'ldi hisob. No. Men bularga yana rol o'ynab beribman, ishonasizlarmi? Eshikni ochib, aktyorlik qilib turib, yana shunaqasi ham bo'lib turadi ekan. Dальше davom etamiz endi. Tak. Bundan da qiziqarli, bundan da zo'r zakazlar tushadi inshaalloh. Va vaqtimiz arosat bo'lib, iftor payti bo'lib qoldi. Ni tuda, ni suda bo'lib qolgandi. Tarsiz liniyani o'chirib, iftorni qilib, endi ishga chiqdik inshaalloh. Soat уже 8:30 bo'lib ketdi. 8:30 Michurinskiy prospekt Primak bilan zakaz oldik. Zakazimizni 29 minutga qo'yib qo'ydik. Juda ham rali, svetofor juda ko'p ko'chaga kelib qolibmiz. Kirib qoldik. 1800 bo'ldi. Primak. Juda slab. Uni orqasidan сразу hozir bizga elit berib qoldi. Так долгая подача va долгая поездка ekan. Zakazimizni 1 soat deganda bitta tochkasi ham bor ekan, ikkita og'ayni chiqdi. Bittasini Katoboyga, ikkinchisini уже Skatga yaqin уже yerga olib kelib qo'ydik 1 soatda. Va poyezdkamiz narxi esa 7332 rubl bo'libdi. Endi bu yerdan qaytib ketish bor. Сразу qaytsamikin yoki yo'qmi, unisini o'ylanib turibman hozir. Вроде жирный такой qishloqcha. Ba'zi shu ham zakaz tushib turardi oldin, но как фартанет. Лучше, мне кажется, hozir juma kuni pusto bo'lsam ketaverganimiz yaxshi bo'lsa kerak. Qishloqchasidan uzoqqa ketmadim.
klient uyqusirab qolgan edi. Klient uyqusirab turgandi. Hech narsa qolib ketmadimi desam, bilmayman deb turib atrofga qarab kirib ketdim. Men mashinaga yaxshi qaramabman. Tashqariga chiqqandan keyin qarasam telefon turibdi. Yandexga yozsam, mana telefonga уведомление kelyapti, что narsangizni qoldirib ketibsiz deb. Klient uyqusiryapti. Hozir endi bilmay turibman. Ketsammi yoki kutsammi deb telefon qilishi amr mahomroq, chunki juda ham uyqusirayotgan edi. Shab kirib yotib olsa, men kutib qolishim mumkin. Ketib qolsam, tushunarsiz holat bo'lyapti. Xolos ketaveramiz ham shekilli. Buni kutib tursak hozir ishdan qolib ketamiz. Olib beradigan bo'lsak, pulimizni beradi-da. O'zicha anaqa xuniyroq situatsiya bo'lib qoladimi, spaystirani deb o'ylayapman. Xolos. Sizlar nima qilgan bo'ladilar? Ketaveradilarmi yoki kutib turadilarmi ozgina? Shaharga kelib, zakaz bitta primak tashlashimizga 10 minutda, 11 minutda. Nima bo'ldi deb o'ylaysizlar? Telefonda egasi telefon qilyapti-yu. Aka bering telefonimni. Мы вас отблагодарим, deyapti. Все расходы на себя беру deydi. Ha, bo'ldi dedim. Hozir zarishti qilay. Endi shaharga keldim desam, bo'ldi, kelaring deydi. Nima qilamiz endi, boramiz-ku. Burga chiqishdan oldin bir qator mayaqqa ham yozib qo'yishni unutmaymiz. В машине оставили вещи deb turib, забыли telefon в машине deb qo'yamiz. Bu degani qaytarib berdi telefon deganimizdan keyin 3 soatga bu yerdan promokod berib qolish kerak. Klientimizni telefonni olib keldik. Hozir endi Yandexga yozamiz. Telefonni berib qo'ydik deb 7300 ga kelgandik. Hozir bizga esa 8000 beribdi. Nechego strashnogo, yaxshi, normal. Yaxshi. Без комиссии, без ничего. Так, levый desa ham bo'laveradi. Yandeximi derkin endi bu yog'iga. Atak urra, yaxshi bo'pti deyapti. Promokod beramikin. Oblastga mana уже 2 marta borib keldik. Уже sentrda, Sadovo Kolchoda aylanib yuribmiz. 10 ta kam 1 soat. Zakaz hali hamon yo'q. Hozir bitta zakaz tushdi primak bilan, u ham сразу же admin bo'lib ketdi. Студенческая улица bergan ekan Arbatdan. Ish yo'q. Hayronmiz. Mana maypuqlar turibdi Sadovo Kolchoda. Pustoy. Zakaz kutishib o'tirishibdi. Biz ham biz turmaylik deb aylanib yuribmiz. Baribir zakazlar yo'q. Ko'ramiz. Nima bo'larkin dach. Patriki ko'chalaridamiz. Juma kuni bu ko'chalar gavjum bo'lib, mashinalar yurishda iloji yo'q bo'lardi. Shu yo'llarni o'tib, ko'rib turganinglardek, почти что pustoy. Hech kim yo'q. Zakaz yo'q emas, odam yo'q bo'lyapti ekan. Pohodchi Moskvada. Nimaga taalluqli bunisi bilmadim. Po idее, men bilishim bo'yicha, o'zim Moskvada shuncha paytdan beri yashaganimdan kelib chiqqan holatda aytsam, sizlarga krizis bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, battar bo'ladimi. Mana shu ko'chalarda, Patriarskiy prudy, Patriki tomonlarda, bu yerlarda постоянно gavjum bo'lardi odamlar. Chunki bu yer qanaqa Zolotaya молодежка deydi-yu.
har xil majoriklarni ko'chasi, ashlar aylanib yuradigan ko'cha. Не влияет, как бы krizismi, boshqami, balon battarmi. Bu yerda постоянно тусовка bo'lardi. Lekin ko'rib turganlardek pustoy. Jab pustoy emas-ku, no, bu ko'cha uchun bu holat pustoy. Chunki butta bozorga o'xshardi, imенно juma shanba kunlari bu yerlar. Hozir bo'lsa вообще. Shuning uchun ham zakaz ham bo'lmayaptimi deyman-da. Zakazlar tinib, gostinitsa Ukraina oldiga kelib tursak, srazu primak bilan Ukrainani o'zidan berib qoldi-yu. Qayerga boramiz ekan endi? Karatish zakaz. Tverskaya Yamskaya olib keldik. 10 minutda minimalka. Yana darshi zakaz yo'q. Sekin katotsikli bir turamiz shekilli. 10 ta kam to'r bo'ldi. Saharlik qoldi уже. Dolga поездка berib qoldi elit bilan. Dеревня Pavlovskaya deyapti. Ministerstvoni oldida turibmiz. Bu yerda turish mumkinmi yo'qmi, hatto bilmayapman. Bu yerda непонятно. Огородlarda o'rtasida turibdi tochkasi ham. Polyaning o'rtasida. Sentrda ministerstvoni oldida. Chiqadimi yo'qmi? Birov bormi bu yerda? Охранникdan boshqa hech kim yo'qdek. Kutamiz. Galatey holat. Nima gullar o'chib qolishdi. Mana охранникlar chiqishyapti ministerstvo, nima bu yerda turibsan deb. Bular bo'lsa Arbatda ekan. Lotoyda oldida. Qadarligini bilishmayapti. Oldida birov kelib aytib berdi, mana turibsan sen la deb. Zatak admin bo'lib ketsa ham yaxshi edi, o'zicha koeffitsiyentida endi mana yonib qoluvdi. Biz bo'lsa qishloqqa ketib qolyapmiz, Domodedovo tomonga. Pustoy qaytish kerak. Va nihoyat klientlarimizni olib kelib qo'ydik. 1 soat 20 minut o'tib ketdi poyezdkamiz. Tak 9300 rubl bo'ldi. Va undan tashqari pitak choy ham berdi. Sababi ozgina ichib olgan ekan. Qizimni xotini bo'lsa kerak. Yo'l qo'yib to'xtab ko'ngli aynib keldi. Böyle yana bir do'sti ham bor ekan bularni. Do'sti короче bu yoqqa bularni tashlab, keyin yana shaharga qaytadigan edi o'zi aslida. Bo'p ketdi bu yoqqa deb tursam, короче bu qizni to'xtata olganidan u ham bola ham nadel ketmay qolar deb u yo'lda tushib qoldi. Bo'lsa, hozir shahargacha qaytardik, shu pashotchiga. Shotchi bilan kelyotgandik. Shaharga ham qaytib bo'lardik, no. Aynen, shunisiga ham shukr. Dashent pustoy ketamiz, уже soat 12 soat уже liniyadamiz. Plus minus iftor nimalarni bilan hisoblaganda, saharliklar bilan hisoblaganimizda biz o'zimiz poyezdim kelib qoldi. Va shu bilan bugungi smenimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like'lardan bosib, podpiska bosib, kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib ketishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Bir kundan keyin 3 soatlik promokdan berib qo'yibdi. Boya telefonni olib berganimiz uchun. Shuna qilib, Yandex ham xursand, klient ham xursand, biz ham xursand.